Hormanglar. Bu teriladigan ishlar. Mana bu obyektimiz. Esinglarda bo'lsa ko'rsatgan edim. Bu fundamenti, podushkasidan boshlab ko'rsatib kelib turibmiz. Obyektimizni 2 qavat bo'ladi deganmiz-da. 95 kvadrat metrga yaqin. O'sha birinchi qavati почти tayyor bo'lib qoldi. Sesma bilan oddiy plitalarni qo'yish qoldi. Keyin ikkinchi qavat boshlanadi. Mana bu devorlarning qalinligi 1,5 g'isht. Ko'rib turibsizlar, eshik, qo'shni devor, oyna. Hop, keyingisiga o'tamiz. Tak. Ikkinchisi. Biroz mana shu devor qolibdi. Mana devor qolibdi. Xudo xolisa ustakalarimiz tez bo'lib turibdi. Tombalari ustidagi sesmalar qo'yilgandan keyin tamom. Kimlarga to'g'ri keladi bu uy? Yosh oilalarga to'g'ri keladi. Qibrayda ekanligi uchun, havosi yaxshi ekanligi uchun yoshi katta qariyalarga to'g'ri keladi. Mashinasi bor bo'lgan odamga 100% to'g'ri keladi. Maktab, bog'cha, poliklinika, sentrlar bu yerdan 6 kilometr, 4 kilometr расстоянияda. O'sha yoki mashinamda olib borib qo'yaman yoki peshkom chiqsam ozgina fizkultura bo'ladi degan odamga rosa qulay va to'g'ri keladi. Eng qizig'i bor yo'q deyishda, mana shu TTZ yoki bu yoq tomonimiz selxoz yoki yana bu tomonimiz Yunusobod. Yunusobodlardan ko'ringlar, 2 xonalilarning narxi nech pul? Bu yerda 95 kvadrat metrga yaqin bo'lgan uy, oddiy remontlari bilan birga 75 mingga ola olasiz, inshaalloh. Bu hovlisiz kottedj bo'ladi. Balkim sizga to'g'ri kelsa, kelib ko'rib, kvartira sifatida 2 etajli bo'ladi, sotib olsangiz bo'ladi. Ya'ni 75 mingga почти 4 xonali kvartira sotib olgan bo'lasiz. Shu uchun xuddi shunaqa uy qidirgan yaqiningizga, tanish bilishlarga, hamkasblarga jo'natib qo'yinglar. Ko'rsin, kelsin. Bitta yarimtasi o'sha mana shu tashqi reysda ishlaydigan odam bo'lishligi mumkin. Yoki selxoz institutda yoki mana shu selxoz institutining atrofi ekobozor bo'lsin yoki O'zkabilmi, manaqa parkmi, shu atroflarda ishlaydigan odamga rosa qulay bo'ladi. Uzoqdan qatnagandan ko'ra mana bir qadam yaqin, toza havosi bor, yangi imorat, yangi uy maza qilib yashaydi inshaalloh. Shu uchun kelinglar, ko'ringlar, ma'qul bo'lsa sotib olinglar. Keyin kommentariyaga savolingiz bo'lsa yozib qo'yinglar, aqlimiz yetgancha